Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda individual loyiha doirasida bajariladigan loyihani ko'rib chiqamiz. Loyihamiz veb-sayt shaklida 5 ta sahifadan iborat. HTML sahifa mana ko'rib turibmiz. Papkamizda Tourist degan papkamizda turistik loyiha, ya'ni tur firmaning veb-sayti misolida ko'riladi. Bunda demak, obnovid qiladigan bo'lsak, about HTML, kontakt, galereya, indeks, turist HTML va bitta JavaScript fayli va CSS fayli bor. Mana buni VS Code dasturida ochadigan bo'lsak, HTML fayli mana. Har bir faylni ochib ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday loyihada buni ishga tushiradigan bo'lsak, mana index HTML fayli ishga tushadi. Demak, bu yerda e'tibor qarating. Asosiy o'sha sayohat olami deb nomlangan tur firmamizning sayti namuna uchun qilingan. Individual loyiha uchun mana ko'rib chiqamiz nimalar bor, nima uchun bizni tanlashadi: qulay narx, professional xizmat, 50 dan plyus yo'nalish, yuqori sifat, mashhur turlar va qo'shimcha mana bosh sahifa. Har bir sahifaga bu yerdagi menyudan ham o'tish mumkin. Link qo'yilgan aloqa yoki mana bu yerdagi menyumizda mana turlarimiz joylashgan alohida. Biz haqimizda aytdik: yuqori tajriba, ishonch, 24 ga 7 aloqa. Galereya bo'limida endi bu yerga rasm qo'ymadik. Pastda galereya bo'limida o'sha mana Samarqand, Istanbul, Antalya, Umra, Dubay, Bali shaharlarining demak dagi mashhur joylari rasmlari, o'sha lavhalar bo'lishi kerak. Va aloqa bo'limida o'sha tur firma bilan bog'lanish uchun mana aloqa, ism, familiya, example, ya'ni email kiritasiz, telefon raqam va turni tanlaysiz, qayerga borasiz, xabar yozib yuborishingiz mumkin. Bundan tashqari mana manzil bor, Toshkent shahar Amir Temur ko'chasi, telefon raqami bor, email bor, ish vaqti bor, ijtimoiy tarmoq akkauntlariga murojaat bor va xaritada mana Toshkent shahrida o'sha manzilga keltirilgan. Xaritani mana yaqinlashtirib ko'rish mumkin. Yoqqa bu yoqqa o'tkazib, ya'ni o'sha firmangiz manzili, onlayn xarita va tez-tez so'raladigan savollarimiz. Qanday qilib tur buyurtma berish mumkin? Bizga telefon qilib yoki ofisimizga tashrif buyurib yoki veb-sayt orqali xabar yuborsangiz ham bo'ladi. Bizda xabar yuborish oynasi yuqorida mana bu yerda ko'rdik. Telefonimiz ham bor. Lekin mana to'lov qanday bo'linadi? Bank bo'lib to'lash, birovni bekor qilish. Odatda 30 kun oldin bekor qilsangiz to'liq pul qaytariladi. Viza olishda yordam berish. Mana albatta biz viza olish uchun kerakli hujjatlarni tayyorlash va ariza topshirishda to'liq ko'mak beramiz. Gid bo'ladimi? Albatta. Sug'urta narxi kiradimi? Va hokazo. Mana shunaqa tez takrorlanadigan savollarga javoblar va mana bu tugma qo'yilgan yuqoriga bilan qaytish uchun bosh sahifaga qaytib, bu qisqacha bizning o'sha loyihamiz haqida. Bu namunaviy loyiha edi, tur firmaning loyihasi. Mana barcha turlarni turlardan ko'rish mumkin. Turlarda masalan Turkiyaga bormoqchi yoki umra safariga bormoqchi bo'lsangiz, buyurtma berishni bossak, xabar yuborish oynasi ochiladi. Bu yerdan SMS shaklida buyurtma, xabar matnli yoki mana telefon orqali buyurtma yoki ijtimoiy tarmoqlarga kirib ham buyurtma berish mumkin. Mana bu narsa bizda o'sha individual loyiha doirasida tur firmaning veb-sayti yoki veb platformasi hisoblanadi. Buni sizdan so'raladigan narsa o'shani tayyorlab kelganingizdan keyin mana tayyor, o'zingiz tayyorlagan loyiha bo'lishi kerak. Mana loyiha bizda turibdi. Masalan, biz dastlabki mana sayohat olami ochadigan bo'lsak, mana bizda sayohat olami yozilgan. O'sha narsani mana boshqa harflarni, ya'ni o'zgartirish ko'rishimiz mumkin. O'zimizda loyiha bo'lsa, bemalol o'zgartirib, ixtiyoriy joyga o'zgartirish kirita olamiz. Sayohat olami va mana upload qiladigan bo'lsak, bosh sahifada mana upload qiladigan bo'lsak, katta harflarga o'tdi. Yana iziga qaytaramiz, Ctrl Z ni bosib, mana yana yangilaymiz, upload qilamiz, yana iziga qaytardi. Mana shu narsa individual loyiha doirasida bajariladigan bitta veb-saytga misol. Endi veb-saytni yaratishni ko'rsatmadim, yaratilgan tayyor 5 sahifalik sayt. Mana har bittasi alohida HTML sahifa. Bularni ishlash uchun CSS stillar berilgan. Bizda mana CSS faylimizda stillar berilgan. Mana bu yerda ranglarni o'zgartirish va hokazo. Yozuv ranglari mana bu yerda masalan oq, mana biz bilan bog'laning oq yozuvisiz mana buni o'zgartirishingiz mumkin. Qaysidir bittasiniki, mana buniki o'zgardi. Mana sayohat olaminiki. Yana joyiga qaytaramiz. Mana. Demak,
JS faylimiz ham bor. JavaScript albatta JS bo'lishi kerak deganman. JavaScriptda asosan o'sha menyu uchun, xabar yuborish uchun qo'yilgan narsa. Mana bu yerda aloqa bo'limida mana xabarlar tanlaganingizdan keyin xabar yuborish uchun o'sha JavaScript ishlaydi yoki bizning veb-saytimizni mana bunda kichkina qilib mobil versiyada ochadigan bo'lsak, mana qarang, mobil versiyada moslashuvchi mana kattatirib boraversangiz, bunaqa veb versiyada bo'lyapti, desktop versiya. Kichkinada уже mana mobil planshet versiyaga va kichkina telefon versiyaga o'tdi. Menyular mana bunaqa shaklda ochiladi va pastki qismi ham mos ravishda menyularda joylashadi. Qo'ysak, mana shular uchun ham JavaScript ham qo'llangan ichkariga. Slayder qo'ymadik, ya'ni yuqorida bosh sahifada mana bu qismida aylanib turuvchi rasm qo'ymadik. Slayder siz qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Turlarni ko'rishdi hozir mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Demak, qisqacha loyihamiz mana shundan iborat. Sizdan ham shunaqa turdagi loyiha tayyorlash talab qilinadi. Mana bu yerda loyihamiz fayllar bor. Albatta siz loyihangiz fayllari bilan endi rasm qo'ymadik ko'payib ketmasligi uchun sizda albatta real rasmlar bo'lishi kerak hamda o'sha loyihangizni papkasini ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.